Patent olish jarayoni g'oyadan rasmiy guvohnomagacha bosqichma-bosqich. Patent qidiruv bunday yechim ilgari mavjudmi? Mana shu yerda biza kecha ham bo'lib tadbir. Kecha bitta akamiz bilan ixtiroga topshirish jarayonlarini ko'rib chiqdik, saytda topshirib ko'rdik ham. Nima fayl bo'lsa agar o'shani kiritib bordik oxirgi etabigacha, to'lov etabigacha bordik. O'sha topshiruv etabida ham o'sha ko'rib o'tirganlar nima bo'ldi? Baribir birinchi o'rinda qidiruv, ya'ni mutaxassis bilan maslahatlanish, ixtiro bo'yicha ishlagan odam bilan, sinov namunasi bo'yicha ishlagan odam bilan, foydali model bilan ishlagan odam bilan обязательно maslahatlanish kerak. Ya'ni topshirish oson ekan-ku degan ma'noda o'sha yozib, referatlarni nima qilib ham topshirib yubormaslik kerak. Qidiruvlarni yaxshi o'tkazish kerak. Hujjatlar to'plami topshiriladi. Bu talabnoma topshirish onlayn adliya bazasida topshiriladi. Bu endi qilib bo'ladiganlar bor bo'lsa kerak, topshirganlar olganlar ham bor. Rasmiy ekspertiza hujjatlar to'liqlik tekshiriladi. Bu Adliya vazirligi ekspertizasi tomonidan qilinadigan jarayon. Ixtiroda 2 oydan keyin, menimcha 2 oydan keyin rasmiy ekspertiza boshlanadi. Mohiyat ekspertizasi yangilik va mezonlar baholanadi. Mana shu yerda bundan oldin shunaqa ixtiro bormi yoki yo'qmi? Qanchalik o'xshash? Boshqa joylarda xalqarodan biz aytib o'tgan boshda xalqaroda o'xshashlik darajasi ko'riladi, ilmiylik darajasi ko'riladi deganimiz hammasi mana shu etapda bo'lib o'tadi. Eng muhim bosqich shu. Keyingisi patent guvohnomasi reyestrga kiritiladi va beriladi. Ya'ni reyestrda kiritiladi, rasmiy ro'yxatdan o'tkaziladi, o'sha chop etiladi, e'lon qilinadi. Bu ham o'sha keyingi 3 ta etap Adliya vazirligi ekspertiza bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Birinchi etap talabnoma topshiruvchilar, san'at namunasi bo'yicha, ixtiro bo'yicha, foydali model bo'yicha talabnoma topshiruvchilar tomonidan, misol uchun bu tekshiruv qilinmasdan ham topshirilishi mumkin. Ya'ni meniki tovar belgisida aytaman, meniki hech kimda yo'q deb keladi biznesmen. Meni nomim logotipim hech qayerda yo'q, men internetdan qidirib ko'rdim deb keladi. Ba'zida bor. Bu yoqda ham bizda tekshiruv qilmasdan, mutaxassis bilan gaplashmasdan topshirsa agar, yakuniy xulosa pulimizni kuyishiga olib keladi, vaqtimizni kuyishiga olib keladi. Masalan, qaysidir etapgacha borasiz, tezkor qildirmoqchi, san'at namunasida tezkor qildirganmiz. Birinchi davlat bojini to'ladik, tezlashtirilgan davlat bojini to'ladik. Pulimiz kuygani holda. Bitta holat bo'lgan holat shu. Misol uchun. Pulimiz kuygani holda mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Bu aynan o'sha rakvina ko'rinish dizaynida aytib o'tganim, o'xshashi bor, shuni qarshi qo'yadi, keyin bermaydi degan holatimizda ham yo'q, men qilishim kerak, topshirib ko'ramiz, sinab ko'ramiz deb topshirib ko'rganimizda oxirida shunaqa holat vujudga keldi. Bu yerda endi mutaxassis bilan ishlashni nima qilganmiz? Bir nechta nimalarni aytib o'tganmiz. Tekshirish va topshirishdagi xatolar, mutaxassis bilan ishlashdagi foydalari. Biz aynan o'zimizda aytmaymiz, chunki mutaxassislar bor, fanlar akademiyasida ishlaydigan mutaxassislar bor yoki shu sohada qilib yurgan odamlar bor yoki patent bilan shug'ullanadigan boshqa tashkilotlar bor. O'shalar bilan yoki xoh biza bilan topshirsa ham mana shu narsalarga juda e'tiborli bo'lish kerak. Birinchisi to'langan davlat bojlari kuyib ketadi. Risk qilaman desa agar, ya'ni o'zi topshiraman desa. Tekshiruv bo'lmaganligi natijasida tavakkalga topshirilgan bo'ladi. Ya'ni tekshirmagan, bitta O'zbekiston bazasini ko'rgan, xalqarodan ta'sir qilishi mumkin bo'lganliklarini o'rganib chiqmagan, tavakkalga topshirganga o'tib ketadi. Kutiladigan patent olish muddati so'rovnomalar sababli yanada cho'zilishi mumkin. Ya'ni 7 oy deyilgan bo'lsa yoki 18 oy deyilgan bo'lsa, so'rovnomalar chiqishi, o'xshashlik darajasiga so'rovnomaga atvet berilishi tufayli jarayon uzoqlashib ketaveradi. Hatto topshirish yoki hujjatlar yetishmovchiligi tufayli ortiqcha ovoragarchiliklar va mablag' ketadi. Jarayon davomidagi savollarga javob yo'q. Shu akamiz aytgandek, to'lov to'lash tartibini bilmaslik oqibatida noto'g'ri joyga to'lov qilish. Endi buni ilm bilan, fan bilan shug'ullangan odamlar uncha-munchaga xato qilmaydi, lekin tadbirkorlarda rost ko'p bo'ladi. To'lovni tashab beramiz, qanday to'lov qilishni ham tashab beramiz. Payme klik orqali bunga kirasiz, bu yoqqa kirasiz, bu yoqqa kirasiz deb yo'riqnoma qilib qo'yganmiz, tashab beramiz. Notariusga to'lov qiladi, sudga to'lov qiladi, boshqa joylarga to'lov qiladi. Natijada intellektual mulkka to'lov qilish kerak bo'lgan joyda puli boshqa joyga ketib qoldi. Uni endi qaytarish rosti 1 oy, 1,5 oylarda vaqt oladi.
chunki to'lovlarni qaytarish bilan ham shug'ullanamiz. Noto'g'ri to'lov qilganligi oqibatida. Yana o'sha qayta ortiqcha xarajat, ortiqcha to'lovlar shunaqa. Agar o'zi topshirsa agar meniki ro'yxatdan o'tdi yoki talabnoma borib tushdi, chunki men to'lov to'ladim, mana invoice yaratilgani bo'yicha to'lov to'ladim degan xulosada bo'ladi. Keyingisi ba'zida loyiha yo'qolib qolishi, oqibatda guvohnomani qanday yuklab olish bilmaslik. Bu o'zimizda tovar belgisi sohasida bo'lgan. Tadbirkorlar birinchi o'zi topshiradi patentga. O'zi topshirgandan keyin so'rovnoma chiqqanidan keyin, отказ olgandan keyin yoki loyihasi yo'qolib qolgandan keyin bizga keladi. Real holat bo'lgani, loyihasi yo'q, o'zini lichkasida ham ko'rinmayapti, shaxsiy kabinetida. O'shanday holatda qaytib kelgan, qaytib topshirganmiz. Mutaxassis bilan ishlash foydalari: loyiha so'rovnomalariga ekspert mutaxassis javob beradi. To'lanadigan davlat bojlariga kuyish ehtimoli juda minimallashadi. Ortiqcha ovoragarchiliklar oldini olinadi. Vaqtingiz va asabingiz tejaladi. Malakali mutaxassislardan konsultatsiya olish mumkin. To'lov jarayonidagi muammolar bartaraf etiladi. Loyihangiz ish mobaynida yo'qolib qolmaydi va doimiy sizga ma'lumot beriladi. Mutaxassis bilan ishlagandagi foydalari, plyuslari. Bu yoqda mana aynan o'zimlik keltirilgan tovar belgisi bo'yicha patent vakilligi. Shu patent vakilligini sanoat namunasi bo'yicha ham bor, ixtiro bo'yicha ham bor, foydali model bo'yicha ham bor. Aynan o'shalar yoki tovar belgisi olgan bo'lsak ham biz sanoat namunasi bo'yicha ishlaymiz, olib beryapmiz. Mutaxassis bilan har doim ishlash kerak. Mutaxassis sifatida biz patent vakili sifatida ishlamayotgan, lekin aslida mutaxassis bo'lganlar ham ko'p. Tovar belgisi sohasida ham ishonchli vakil bo'ladi. Ishonchli vakil bo'lib, o'zi qanaqa professor, fan doktori chuqur biladi. O'shalar bilan topshirish обязательно juda kerak, foydali. So'rovnomaga javob berish, javob bir marta yoziladi, xatoni keyin tuzatib bo'lmaydi. Bu tovar belgisida misol keltirganmiz, chunki bitta javob xati yozilib yuborilganda, javob xatini qanoatlantirmasdan, tadbirkorning o'zi yuborganda qanoatlanmasdan, qayta so'rovnoma chiqarmasdan Adliya vazirligi rad javobini beravergan. Ya'ni отказ, to'liq отказ. So'rovnomaga javob yana yo'q, tuzat, to'g'rila yoki qanoatlantirilmadi emas, to'liq rad javobini bergan. O'shaning uchun mutaxassis nima qilganmiz? Endi mutaxassis sifatida bu yoqda patent vakilini ko'rsatganmiz. Qidiruvni to'g'ri o'tkazadi, himoya keng va mustahkam tuzadi. Tovar belgisida ham, sanoat namunasida ham, bu ixtiro foydali modelda ham bor. Bizdan o'zimiz bir 5 tacha bazadan tekshiramiz. Google'ni ham ko'ramiz, tovar belgisi bo'yicha. Sanoat namunasida ham xuddi shunaqa. Yandexni ham ko'ramiz, Viponni ham ko'ramiz. Vipon o'zining ichida Madrid tizimini ko'ramiz. imaadliya.uz'ni ko'ramiz. imaadliya.uz'ni eski saytini ichidan qo'shni mamlakatlarni sanoat mulki muhofazasi bazasi saytini ham topib olib, o'shalarni ham ko'ramiz. Shu darajada nima demoqchiman, chuqur tekshiruv kerak bo'ladi. Shu ishimni qilaman, patentimni o'tkazaman degan odamda. Bitta joyda yo'q ekan, bo'ladi, bosamiz degan xulosa noto'g'ri. Ekspert bilan sizning nomingizdan rasmiy yozishmalar olib boradi, rad javobiga e'tiroz bildiradi va sizning nomingizdan apellyatsiya ishlarida qatnashadi. Endi tovar belgisida biz apellyatsiyalarda qatnashamiz. Sanoat namunasida hali bo'lmabdi. Ixtiro bilan foydali modelda qiyin deb eshitdim. Apellyatsiyaga berib, ya'ni rad javobi ustidan apellyatsiyaga berib, qaytadan o'sha guvohnoma olish qiyin jarayon deb eshitdim. Tovar belgisida ekspertni qarori ustidan, rad javobi ustidan apellyatsiya kengashiga murojaat qilib, patent guvohnomasi olgan holatlarimiz bo'lgan. Bu yoqda yana bitta narsa, huquqiy terminda, bu yoqda endi ilmiy termin ham bor. Ixtiro bilan foydali modelda, tovar belgisida, sanoat namunasida huquqiy terminda yozish, ya'ni bo'ladi, roziman, gapingizga qo'shilaman degan ma'nodagi yozuvlar unaqa to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni qanaqa shaklda sizga murojaat qilinyapti, o'sha shaklda siz qaytib so'rovnomaga javob qilishingiz kerak bo'ladi.